Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan immigratsiyaga bormasdan turib onlayn manzil o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Google sayti kerak bo'ladi. Google sayti orqali biz Haykoria saytiga kirib olamiz. Hozir mana saytga kiramiz. Sayt nomini yozib olamiz birinchi o'rinda. Xo'p, mana saytga kirganimizdan so'ng login parolimiz bilan kirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga login va parollarimizni kiritib olamiz. Login hamda parol. Saytga kirdik. Bu yerdan Minwon Shinchong bo'limidan Chonja Minwon qatorini tanlab kirib olamiz va bu yerdan eng pastga tushadigan bo'lsak, Cheryochi Pyeongyang Shingo qatori bor. Bu yerga kiramiz. Xo'p, bu yerga kirganimizdan so'ng bizdan rozilik so'raydi. Rozilikni bosib turib, Tam tugmasini bosamiz. Tam tugmasini bosganimizda bizning ma'lumotlarimiz, shaxsiy ma'lumotlarimiz, oldingi uy manzilimiz kelib chiqadi. Hozir men ularni yashirib qo'yganman. Xo'p, pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizni yangi manzilimizni kiritishimizni so'raydi. Bu yerda o'sha o'zimizni yangi manzilimiz ma'lumotlarini o'sha Komsek tugmasini bosish orqali kiritamiz. Yana yozib qo'yilgan Serosaninggot, ya'ni yangi yashaydigan uy manzilini kirit deb yozib qo'ygan. Biz bu yerga manzilni kiritib olamiz birinchi o'rinda. Xo'p, hozir kiritamiz. Xo'p, manzilni kiritib oldik. Endi Sangse Chuso degan joyiga yechi deb qo'ygan pastda qizil yozuv bilan 101-dong 1001-xona. Endi bizda ko'pincha talabalar yoki bo'lmasam ishchilar vonroom yashaganligi sababli ko'pincha bil bilan yoziladi. Ya'ni qanaqadir bil, qanaqadir uy nomi, ya'ni Tangjong bil 101-xona deb yozdim. Xo'p, buni kiritganimizdan so'ng bizda o'sha shartnoma qilgan sanamiz yoziladi bu yerga. Uyga kirib kelgan sanamiz. Uni yozgandan so'ng xo'p, pastda yozib qo'yilgan edi. Uni keyinroq ko'rib chiqamiz. Faylni kiritib olamiz. Faylni kiritishdan oldin biz o'sha chipka aksoni skaner qilib o'sha fayl ko'rinishga keltirib olishimiz kerak bo'ladi va uni yuklaganimizdan so'ng Shinchong tugmasini bosamiz va biz immigratsiyaga arizamizni yuboramiz. Salomat bo'linglar.